100 dan 100 agar baho beradigan bo'lsam 1000 bergan bo'lardim. Maktablaringiz rosa yaxshi. Boshqa maktablarga qaraganda bilimni 1 yil 2 yil oldin yaxshi yetkazib beradi-da, oldin yuradi. Bir emas ikkita farzandim ta'lim oladi. Mana hozir boyagi to'lovlarni joni dilimiz bilan qildik. Qolaversa hozir ham aytdim. Mana kichkinamiz bor. Kichkina farzandimni ham xudo xolasa birinchi sinfga borsak o'zlaringizga beraman, o'zlaringiz prezident maktabiga xudo xolasa tayyorlab berasiz deb tayinlab keldim hozir. Rahmat. Bilim yaxshi berishadi. Bolalarimiz berganimizdan xursandmiz. Qizim o'qiydi shu maktabda, natijalaridan xursandmiz. Ilohim yaxshi inson bo'lsin deb niyat qilib berdik. Ustozlardan juda ham minnatdorman. Ayniqsa Mavlud opa, Nargiza ingliz tili ustozlari bor bolalarimda. 2-sinfda o'qitishadi. Juda ham minnatdorman. Sabr oyida olib kelgan bo'lsam, o'zgarishlar juda ham katta. Minnatdorligimni bildiraman. Rahmat. Mayli, darsdan tashqari yana qanday nimalar o'rganyapsan, odob qanaqa, axloq qanaqa o'rgatishlarni hammasi so'raymiz. Albatta yaxshi, ijobiy. Juda ham yaxshi maktab. Hamma o'qisa bo'ladigan zo'r maktab. Maktab hammasi yaxshi. O'qishlari joyida. Siz nima deysiz? Yaxshi, zo'r, hammasi joyida. Yaxshi, qablan bolalarni olib kelaman. O'qishlari yaxshi, hammasi yaxshi. Ustozlar tarbiya qanday beryapti? Yaxshimi? Yaxshi ustozlarimiz yaxshi ko'radi, hurmat qiladi.